xalq ichida yuramiz. Bir necha yil muqaddam 90-yillardan kelgan bir joyga haqiqaga borsak, bir odam aytibdi, "Qor aka, men namozga kirganligimni sizga aytib beraymi? Nima ta'sir qildi menga?" Kechqurun Shomdan kelgan eshik taqillab qoldi. Eshikni ochsam, boshiga oq do'ppi kiygan bir o'spirin yigit, yonida bir odam guvohligida kelgan. Salom berdim. Uyga kirgandan keyin meni bir iltimosim bor. Siz meni tanimaysiz, ha, tanimayman. Men 5-6 yil muqaddam minib yurgan Jiguli mashinangizni o'g'irlab, o'zingizga katta so'yinchini evaziga qaytarib bergan edim. Adashgan edim, zalolatda edim, namozga kirdim, ibodatda bo'ldim. Haqiqiy iymonning halovatini endi tan oldim. Bandasi kechmaguncha Xudo kechmas ekan. Qancha odamlarni norozi qilib qaqshatdim. Sanasam 11 ta odamni mashinasini o'g'irlab, o'ziga so'yinchisini olib qaytargan ekanman. Hovlimni sotib sizga olib keldim, odamlarni rozi qilyapman. Haqqingizni oling, men roziman deng, Alloh shohid bo'lsin. Ha, ukajon ancha vaqt o'tib ketibdi-ku. Endi mayli bu yo'qni Alloh rostga boshlagani rost bo'lsin. Yo'q. Har bir inson hisobini o'zi qiladi. Shuni oling, men roziman deng. Men qiyomatda yuzim yorug' bo'lsin. Pulini oldim, roziman dedim. Bu bola ketdi. Ketgandan keyin o'zimga ta'sir qildi. Qarang, bir paytlar kazzob bo'lgan, o'g'ri bo'lgan, muttaham bo'lgan o'g'lim tengi bir bola Xudodan qo'rqib, qiyomatdagi hisob nima bo'lar ekan? O'qigan namozim dargohida maqbul bo'larmikin? Allohning dargohiga borgandan keyin amalim Xudoning dargohida ijobat bo'larmikin deb tursa-yu, men ham tijoratda ishlaganman, taroz bilan ish qilganman. Qancha odamlardan molidan boshqa joyidan urib, toshidan urib, ko'pchilikka xiyonat qilganman-u, qiyomatdagi hisob nima bo'lish tasavvurimga kelmaydi. Endi bu yog'i qiyomatga qoldi. Bu bola bilar ekan, 11 ta odamni rozi qildi. Ming odamga xizmat qilganman tarozda turib. Ming odamdan qanchasini haqqiga xiyonat qilganman. Uzr etay desam egasini topolmayman. Endi bu yoq Xudoga qoldi deb boshimni sajdaga qo'yib namozga kirdim. Alloh endi meni kechirsin deb duo qilganlarni biz guvohi bo'lganmiz.